Bugungi qabul qilgan avtomobillarimiz Cobalt avtomobili. Bu yangi Cobalt'imizga zavodyashi programmalarni ustunovka qilgan kelganlar. Bu Cobalt'imizni qabul qilganimiz Cobalt'da ikkita kaliti bo'ladi, bittasi kalit bo'ladi, bittasi mana bunday o'zini shtatniy pulti bo'ladi. Mashinani o'zini shtatniy pultini yo'qotib qo'yishgan eskisini, mana o'zi yangi olib kelishgan mana shu yangi shtatniy pultlarini mashinaga programma qilib ustunovka qilib beramiz. Mana knopkalari ham ishlaydi, mana bu ikkinchi kalitda ham zavod qilsa bo'laveradi. Pult yo'qolib qolib yoki bo'lmasa bitta kalitda qolib ketgan bo'lsa, iloji boricha ikkita kalit qilib olish kerak. Bo'lmasa mashinani ikkinchi kaliti ham yo'qolib qolsa, mashinani yurg'izib olish ancha muammo keltirib chiqaradi. Bizning Cobalt avtomobillarimiz tayyor bo'ldi. Bu Cobalt'imizga o'zini shtatniy pultlarini ustunovka qilib programma qilib berdik. Bu Cobalt'imizga o'zini shtatniy pultlarda zavodyashi platalarni yoqib berdik. Qulflash tugmasini bosamiz va bagajning knopkani ushlab turamiz. Mashinamiz zavod bo'ldi. Ikkinchi Cobalt'imiz o'zini shtatniy pultlarini mana ochamiz, yopamiz. Mana bemalol bosgan paytida ishlayapti. Qulflash tugmasini bir marta bosamiz va bagajning knopkani ushlab turamiz. Mashina zavod bo'ldi. Qulflash tugmasini ushlab turganda panika funksiyalarini yoqib berganmiz. Agar mana bunday shtatniy pulti yoki shtatniy kalitini yo'qotib qo'yilgan bo'lsa, mashina bitta kalitda yoki bitta pultda qolib ketgan bo'lsa, iloji boricha zapaskasini zakaz qildirib yoki bo'lmasa boshqa bitta kalit ustunovka qilib qo'yish kerak. Buni yo'qotib qo'ygandan keyin ham anchagina muammo qiladi. Bu kalitlarni ustunovka qilish bo'yicha pastdagi raqamlarga aloqa qilishni so'rasizlar.